Ana 120 kilo nima qilibdi? Nupagadiku trend o'yladi quyoncha. U quyon emas, Madagaskardagi Gloriyaga o'xshaydi-ku, begemot. Dugonajon shu kapinni menga berib turgin. Ma. Hozir Munisa mandan o'ylayman, qo'shiqqa stol chiqadi, yigitning ichini qizdirib. O'sha Munisa raqqosalar nima bo'ldi? Bilmayman, aralashmayman, aytdim menga uni. Qani hangomada ke? Qizlar, uyimda har kun sovchi arimayapti-ku, ota-onam uzatib borsalar o'qishim nima bo'ladi? Bu jekichan dugonlarning ichini yomon qizdiradi. Bu hali bir yerga tegmaydi. Temol ikkinchi kurs kontrakt o'qiydi. Jamshid aka, qanaqa bozor? Men butikdan kiyinaman. Meni Toshkent City Mallga olib boring. O'zing bir patinkani qilib kiyapsan. Butikka balo bormi? Roltan yesa shash 20 ning qilcha mana shu-da. Qizlar, bugun bir pul tashashib o'zingga ovqat qilaylik. Mayli? Men qo'shila olmayman, dugonalarim piknikka taklif qilgan. Alla yopti, kechasi piknik matmen bo'lib kelaveradi bu. Dugonalar bilan gaplash piknikka bor ekan. Давай просмотр. Давай. Ana, ovqatim tayyor bo'ldi. Meni piknikim atmin bo'pti, endi sizlar bilan o'shin qilaman-da. Buyuk shaman. Shampun so'ma kirlarni ketkazmaydi u. Boshimni og'ritma ketkazadi. So, tishingni kir so'm bilan yuvsan, qaymi? Pastidan zumma pasta bilan yuvgi. Ana boshingni nima bilan yuv? Voykonlar bo'lsa qat, saqolayotgan pena bilan yuv, qaymi? Yo'q, chiqolmayman, mazam yo'q. Yangi mashina oldingiz? Hozir chiqaman. Qalay moshincha? Qayerdan oldingiz? Kecha Suez Sergeliga borgandi. Hozirda Suez Sergeli avtosalonimizda 45 million so'mdan 65 million so'mgacha katta chegirmalar ketyapti. Bundan tashqari har bitta xaridchiga mijozimizga 10 millionlik bonus avtosalonimiz tomonidan 43 talik televizorlarni sovg'a sifatida beramiz. Televizor ham qo'shib berasizmi? Har bitta modelimizga bitta pasport evaziga 1 yildan 5 yilgacha foizsiz muddatli to'lov asosida beramiz. O'ta olaman-da. Ko'p kibrga berilma. Baribir biza bilan kelib roltan yeysan.